Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Yaxshimisizlar? Sog'lommisizlar? Kuningiz xayrli bo'lsin. Navbatdagi kartoramiz bitdi. Chempion kartorlarimizdan ko'rgazmada chempion bo'lib kelgan kartoramiz bu. Turboli variantimiz bilan universalniy termodatchik, original termostat. Ichida qo'shiladigan, ichida komplektda bor narsalarda bu original ventilyator, o'zimiz zavodskiy bilan родной regulyatori bo'ladi. Bor xullas. Eshiklar tankoviy bo'ldi mana. Ko'rib turganingizdek. Bu bunkeri, bu qo'shimcha eshigi, qo'shimcha eshiklar bor ichida, bu kulxonasi bo'ladi. Bu yerdan gaz yoqib qo'ysangiz bo'ladi, 12 litr qo'yasiz. Bu yerda mabodo ko'mirda shlak bo'lsa, shlaklarni olishingiz mumkin. Mana ichki holati. Turbo varianti aynan shu teshiklardan havo haydaydi, majburlab yoqib beradi xullas. Agar солнечный batareyasi bor uylar bo'lsa, bu yerda mana ten joyi bo'ladi. Endi bu odamning солнечный paneli bor ekan. Mo'risi 120 metrlik bo'ldi. Üstüne shayba qo'yib berdik. 150 lik mo'ri qo'yib beradi üstüne. Pasti astonik bo'ldi mana. Shunday qo'lda yechiradi. Tang atasiz chalakka ko'mir, nag'ari to'kiladi, ko'mir nag'ari. Yani yo'q qo'yasiz. Xullas, yoqishga, tozalashga bahona yo'q mana. Beram очистной bo'ldi. Teplominligini keladigan bo'lsak, teplominligi bilan turbo variant bo'ldi mana. O't keladigan shu yerdan tushadi, bu yoqdan qaytib chiqadi. Mana spiral, qat spiral. Tozalaganda o'ng'aydi mana. O'zini o'zi tozalab qo'yadi. Qo'shimcha jihoz, qo'shimcha kuch talab etmaydi. Bu kartyomiz 200 kvadratga moslashtirilgan. 250-300 gacha kuch yetadi, xudo xolasa. Gazga, to'qqa, ko'mirga, o'tinga moslashtirilgan universalniy kartoramiz bo'ladi. Navbatdagi kartorlarni obzor etishda davom etamiz. Kuzatishda davom eting. Kartor tanlashda adashmang. Bilasizlar, puli muhim emas, buni qizdirishi effektni qiziq bo'ladi. Xullas, xulosa o'zingizdan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.